Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan tikuv buyumlarini ishlab chiqarish korxonalarini loyihalash fanidan tikuv buyumlarini ishlab chiqarishga tayyorlash texnologik jarayoni mavzusini o'rganamiz. Ma'ruza rejasi. Birinchisi, tajriba sexini strukturasi. Ikkinchisi, modellarni ishlab chiqarishga tushirishni tayyorlash jarayonini tashkil etish. Mavzuni chuqur o'rganish uchun sizlarga bir qator adabiyotlar tavsiya etiladi. Majidova va Rasulova tomonidan tuzilgan 2011-yilda nashrdan chiqqan texnologik jarayonlarni loyihalash nomidagi darslik, Serova va Afanasьева va boshqalar tomonidan yozilgan 2004-yilda nashrdan chiqqan Современные формы и методы проектирования швейного производства nomidagi o'quv qo'llanma asosiy adabiyotlar sifatida tavsiya etiladi. Bundan tashqari, Golubkova, Filimonenkova va boshqalar Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий 2002-yil va internet saytlaridan qo'shimcha adabiyotlar sifatida foydalanishingiz mumkin. Modellarni ishlab chiqarishga tayyorlash tikuv korxonasining tajriba sexida amalga oshiriladi. Tajriba sexining asosiy vazifasi modellarni ishlab chiqarishga o'z vaqtida sifatli tayyorlab berish. Bu vazifani bajarish uchun tajriba sexida quyidagi ishlar bajariladi. Yangi modellarni yaratish va konstruksiyasini tuzish, andazalar, trafaretlar, joylashmalar tayyorlash, model texnik hujjatini ishlab chiqish, gazlamalardan ratsional foydalanishni ta'minlash, yuqori unumdorli texnologiyalarni ishlab chiqish, yangi modellarni namunasini va sinov partiyasini tikish, yangi asbob-uskuna va mexanizatsiya vositalarini sinovdan o'tkazish, materiallarni sinash va xususiyatlarini aniqlash, ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilish. Bu ishlarni bajarish uchun tajriba sexini strukturasini o'rganib chiqamiz. Tajriba sexi bajariladigan ishlariga qarab quyidagi guruhlarga bo'linadi. Modelchi konstruktorlar guruhi, andazachilar guruhi, texnologlar guruhi, normalovchilar guruhi va materiallarni xususiyatini aniqlash laboratoriyasi. Katta va o'rta quvvatli korxonalarda har bir guruh o'z vazifasini bajaradi. Kichik korxonalarda barcha ishlar bajariladi, ammo guruhlar birlashtirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, modelchi konstruktorlar guruhi andazachilar guruhi bilan, texnologlar guruhi esa normalovchilar guruhi bilan. Bu degani konstruktor andazani ham tayyorlashi mumkin. Texnolog tikuv ishlov berish tartibini tuzishdan tashqari gazlanma sarf normasini aniqlashi mumkin. Tikuv buyumlarini ishlab chiqarish korxonalarini loyihalash fanini o'rganishdan maqsad tikuv korxonasini har bir jarayonini loyihalashni o'rganish. Har bir jarayon esa alohida sexlarda bajariladi. Tajriba sexi, tayyorlov sexi, bichuv sexi va tayyor mahsulotni saqlash ombori. Sexlarni loyihalash uchun har bir sexdan ishchilar soni, asbob-uskuna soni va sex yuzasi hisoblanadi. Shuning uchun sexda qanday ishlar va qaysi ishchilar tomonidan bajarilishini aniq tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Bundan tashqari, tajriba sexini loyihalashdan avval uning tashkiliy texnologik yechimi tanlanadi. Tikuv korxonalar an'anaviy va avtomatlashtirilgan usullarda ishlashi mumkin. Kichik korxonalarni ayrim qismi an'anaviy usulda ish yuritadi. O'rta va katta quvvatli korxonalar avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanishadi. Biz siz bilan an'anaviy usulda loyihalashni o'rganamiz. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun texnika va texnologiyalarni rivojlangan davrida biz an'anaviy usulni tanlashimiz kerak? Chunki avtomatlashtirilgan usulni qo'llanganda hisob ishlari bajarilmaydi. Korxona quvvatiga qarab bitta yoki ikkita operator tajriba sexida
konstruktorlar, andozachilar va normalovchilar ishini bajaradi. Bizlar esa har bir guruh bo'yicha ishchilar soni hisob yo'li bilan aniqlaymiz. Demak, texnologik jarayonni loyihalash uchun uning tashkiliy texnologik yechimini va ishchi xodimlar vazifasini bilishimiz kerak. Modelchi konstruktorlar guruhi rassom modelyer va texnik konstruktorlardan iborat. Rassom modelyer moda yo'nalishini va kiyimga qo'yiladigan talablarni hisobga olgan holda yangi modelni yaratadi. Uning analoglarini tuzadi. Eng maqbul modelni tanlab olib, tejamkorligini baholaydi. Texnik konstruktor asos konstruksiyasini tuzadi va modellashtiradi. Yangi model uchun material tanlanadi. Yangi model namunasi badiiy texnik kengashga tasdiqlashga tayyorlanadi. Agar korxonada avtomatlashtirilgan tizimdan foydalanilsa, model konstruksiyasini tuzish va uni modellashtirish, tizimni asos konstruksiyasini qurish moduli va kiyimni konstruksiyalash modulidan foydalanib bajariladi. Andozalarni tayyorlash andozachilar guruhi tomonidan bajariladi. Andozachilar quyidagi guruhlarni tayyorlashadi: original andozalar, etalon andozalar, ish andozalari, yordamchi andozalar. Original andozalar yangi modelning o'rtacha o'lcham va bo'yiga mo'ljallangan bo'lib, modelning namunasiga to'g'ri keladi. Etalon andozalar original andozalardan foydalanib, barcha o'lcham va bo'ylar bo'yicha ko'paytirish yo'li bilan yaratiladi. Etalon andozalar yarim komplektda tayyorlanadi. Ish andozalari etalon andozalardan foydalanib, 4 ta 5 ta to'la komplektda tayyorlanadi. Ish andozalar asosiy va qo'shimcha bo'ladi. Yordamchi andozalardan foydalanib, tikuv sexida cho'ntak o'rni, tugma, izma o'rnini belgilash kabi operatsiyalar bajariladi. Avtomatlashtirilgan usuldan foydalanilsa, tizimni gradatsiya moduli va andozalarni qurish modulidan foydalanib, barcha tur andozalarni kerakli o'lcham va bo'ylarni tayyorlash mumkin bo'ladi. Bu tizim andozalarni tayyorlashga sarflanadigan vaqt va kartonni tejaydi. Andozalarni saqlash uchun ortiqcha joy talab etilmaydi. Texnologlar guruhi quyidagi ishlarni bajarishadi: buyumni tikish texnologiyasini va texnologik xaritasini ishlab chiqish, instruksion karta tuzish, ish o'rinlarini muhandislik tayyorlash va buyum tikish jarayonida kerak bo'lgan texnik hujjatlarni yaratish bilan shug'ullanishadi. Bundan tashqari, konstruktor bilan birga buyum namunasini tikishadi va sinov partiyasini ishlab chiqarishadi. Tikuv buyum tannarxini asosiy qismini gazlama tashkil etadi. Ishlab chiqarish rentabelligini oshirishning eng samarali yo'li bu mahsulot tannarxini kamaytirish. Bu degani material sarfini kamaytirish. Albatta, uni sifatini yomonlashtirmagan holda. Shuning uchun gazlamadan ratsional foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Ishlab chiqarishni bu bosqichi tajriba sexini normalovchi guruhi tomonidan bajariladi. Bu guruh tomonidan bo'rlama normasi, to'shama normasi, o'rtacha texnik norma va fond normalari hisoblanadi. Gazlama sarf normasini hisoblashda quyidagi ishlar bajariladi: andozalar sathini o'lchash, andozalarni joylashtirishda o'lcham va bo'ylarni birlashtirish, tajriba joylashmalarini bajarish, andozalar orasidagi chiqindilar miqdorini aniqlash, hisob yo'li bilan gazlama sarf normasini aniqlash, bo'rlamalardan nusxa ko'chirish, korxonada gazlamani tejamli ishlatilishini nazorat qilish. Korxonada avtomatlashtirilgan tizim qo'llaniladigan bo'lsa, andozalarni joylashtirishni tizim dasturidan foydalanib bajariladi. Endi tajriba sexida qilinadigan ishlarni videorolik orqali ko'ramiz. Rassom modelyerlar tomonidan model eskizi yaratiladi. Modellar maxsus dasturlardan foydalangan holda yoki qo'lda chiziladi. Model analoglari tuziladi va eng maqbul model tanlanib, tejamkorligi baholanadi.
Yaratilgan modellar korxonaning badiiy kengashida tasdiqlashga tayyorlanadi. Model konstruksiyasi tuziladi va andozalar ishlab chiqariladi. Tayyorlangan andozalar tekshiriladi va digitizer orqali kompyuterga kiritiladi. Buning uchun andoza digitizerga mahkamlanadi va kursor orqali detal qirqimlarining nuqtalari belgilab chiqiladi. Egri chiziqlarda nuqtalar orasi kichikroq bo'ladi, to'g'ri chiziqlarda esa orasini kattaroq olish mumkin. Kompyuterga tushirilgan andozalar tekshiriladi va to'g'rilanadi. Maxsus dasturlar orqali o'lcham va bo'ylar bo'yicha ko'paytiriladi. Andozalar ploterdan chiqariladi. Buyumni namunasi bichib tikiladi. Tikish vaqtida kamchiliklar kuzatiladi. Kamchiliklar bo'lsa, ularni to'g'rilab, andozaga o'zgartirish kiritib, keyingi namuna bichib tikiladi. Agar kamchiliklar bo'lmasa, modelni ommaviy ishlab chiqarishga tushirishga tayyorlanadi. Buning uchun maxsus dasturlardan foydalanib, joylashmalar bajariladi. Joylashmani tejamli bo'lishiga e'tibor beriladi, chunki buyumni tannarxini asosiy qismini material tashkil etadi. Joylashma ploterdan chiqariladi. Andozalarning joylashmasini avtomatik ravishda, qo'lda yoki aralash usulda bajarish mumkin. Tajriba sexida modelni sinov partiyasi tikiladi. Gazlamalarning xususiyatini aniqlash maxsus uskunalar bilan ta'minlangan laboratoriyada amalga oshiriladi. Bunda gazlamaning tola tarkibi, tanda va arqoq iplar bo'yicha zichligi, kirishuvchanligi, bo'yoq pishiqligi, gazlamalarning gigiyenik xususiyatlari aniqlanadi. Ularni aniqlashdan maqsad buyumga ishlov berish tartibini belgilash, ya'ni tikish jarayonida namlab isitib ishlov berish uskunalarini rejimini belgilash, igna va ip nomerini tanlash, ekspluatatsiya jarayonida talablariga javob berishni aniqlash. Mavzu bo'yicha nazorat savollari. Modelchi konstruktorlar guruhi vazifasi nimadan iborat? Keyingi savol. Andozachilar guruhi qanday uskunalardan foydalanishadi? Keyingi savol. Normalovchilar guruhining vazifasi nimalardan iborat? Keyingi savol. Sinov partiyasi nima uchun tikiladi? Keyingi savol. Gazlamalarning xususiyatini aniqlash laboratoriyasining vazifasini nimadan iborat? Mavzu bo'yicha topshiriq. Tikuv buyumlarini ishlab chiqarishga konstruktiv va texnologik tayyorlash vazifasini chuqur o'rganish. Keyingi topshiriq. Turli korxonalarda tikuv buyumlarini ishlab chiqarishga tayyorlash bo'yicha internetdan videoroliklar topish va taqdim etish. Shu bilan bugungi mavzuni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.